Assalomu alaykum. Muhim 24 kunning eng muhim va dolzarb xabarlari bilan sizni tanishtirishda davom etadi. Bugun dasturimizda Fransiya Trampning qudasini rasmiy uchrashuvlardan chetlatdi. Putinning urushini cho'ktirishi mumkin bo'lgan o'ldirish nisbati yoxud yollangan askarlardan ko'p bo'layotgan qurbonlar. Tramp demokratlarni aqldan ozgan deb atab, ittifoqning holatidagi muvaffaqiyatni maqtamoqda. Zahar va London va Parijni yadroviy qurollar masalasida Kiyev bilan noz-karashma qilishda ayblamoqda. Endi esa batafsil. Fransiya Trampning qudasini rasmiy uchrashuvlardan chetlatdi. Fransiya AQShning Fransiyadagi elchisi Charles Kushnerni, ya'ni Trampning qudasi Jared Kushnerning otasini muhim a'zolari bilan rasmiy uchrashuvlardan chetlatdi. Bu qaror elchixona tomonidan Fransiyada sodir bo'lgan voqea o'ta o'n faol Quentin Dirankning o'limi yuzasidan berilgan izohlar tufayli yuzaga keldi. 2026-yil 12-fevral kuni Lyon shahrida o'ta o'ng va chap qanot radikallari o'rtasida to'qnashuvda 23 yoshli millatchi faol va talaba Quentin Dirank kaltaklanib, og'ir jarohat olgan. U 2 kun o'tgach 14-fevralda miya jarohati oqibatida vafot etgan. Hodisa chap qanot faollari tomonidan sodir etilgani aytilmoqda. 11 nafar shaxs hibsga olingan. AQSh davlat departamenti va Fransiyadagi elchixona bu hodisani zo'ravon radikal chap harakatlarining kuchayishi deb baholagan va zo'ravonlikni qoralagan bayonot bergan. Fransiya rasmiylari buni mamlakatning ichki ishi deb hisoblab, AQShni milliy muzokaralarga aralashishda ayblagan. Fransiya tashqi ishlar vaziri Jean-Noel Barrot AQSh elchisini chaqirib, izohlar bo'yicha tushuntirish talab qilgan. Biroq Charles Kushner shaxsiy sabablarga ko'ra uchrashuvga kelmay, o'rniga elchixona yuqori lavozimli xodimlaridan birini yuborgan. Natijada Fransiya tashqi ishlar vazirligi elchini hukumat a'zolari, ya'ni vazirlar bilan to'g'ridan-to'g'ri uchrashuvdan chetlatishni talab qilgan. U endi ma'lum darajadagi diplomatik aloqalarni davom ettira oladi, lekin vazirlar bilan yuzma-yuz muloqot qilish imkoniyati vaqtincha to'xtatilgan. Keyinchalik Kushner Fransiya tashqi ishlar vaziri bilan telefon orqali bog'lanib, vaziyatni yumshatishga harakat qilgani va ichki ishlarga aralashmaslikka va'da bergani xabar qilingan. Bu hodisa Tramp ma'muriyati va Fransiya o'rtasidagi munosabatlarda yangi keskinliklarni keltirib chiqardi. Ayniqsa 2027-yilgi prezident saylovi oldidan Fransiyada siyosiy tanglik kuchayib borayotgan bir paytda Putinning urushini cho'ktirishi mumkin bo'lgan o'ldirish nisbati yoxud askardan ko'p bo'layotgan qurbonlar. 4 yil o'tib, Rossiya oyiga 40 ming askarini yo'qotmoqda. Bu borada The Telegraph nashrida berilgan maqolada batafsil tahlil qilinadi. Unda keltirilishicha, G'arb rasmiylariga ko'ra, so'nggi 2 oyda yollanganidan ko'proq odamni yo'qotyapti. Farq hozir 10 ming nafar askar atrofida. Eng qonli hudud Sharqli Pokrovsk atrofida Ukrainalik har bir yo'qotilgan askar evaziga 25 nafar rossiyalik halok bo'lmoqda. 65-piyoda brigadasi Dovush Hornes dron batalyoni shtab boshlig'i shunday deydi. Bu sof matematika. Rossiya bu suratda bosqinchilikni davom ettira olmaydi. Dronlar Sharqiy frontni o'ldirish zonasiga aylantirdi. Ochiq maydonga chiqishning o'zi halokat. 2024-yildan beri Rossiya Ukraina hududining atigi 3130 kvadrat milini, ya'ni mamlakatning 1.4% ni egalladi. Buning evaziga 800 mingdan ortiq qurbon. Jami urush boshlangandan beri 1.2 million kishi. Putin va hatto Tramp katta kuch g'alaba qozonadi deyishadi, ammo raqamlar boshqacha gapiryapti. Bu urushning yangi matematikasi dron plus himoyachi jasorati teng Rossiya uchun qimmat narx kabi tenglamaga o'xshaydi. Tramp demokratlarni aqldan ozgan deb atab, ittifoqning holatidagi muvaffaqiyatini maqtamoqda. AQSh prezidenti Donald Tramp seshanba kuni kechqurun ittifoqning holati nomli nutqida demokratlarni ko'plab masalalar bo'yicha tanqid qilar ekan, ikkinchi ma'muriyatining yutuqlarini maqtadi. Tramp xususan 1 soat 47 daqiqa davom etgan bu galgi nutqida o'zining eng uzun nutq so'zlash rekordini yangiladi. Men hurmat va g'urur bilan ayta olamanki, biz ilgari hech kim ko'rmagan o'zgarishlarga va asrlar davomidagi burilishga erishdik. Biz hech qachon yaqinda bo'lgan holatimizga qaytmaymiz, dedi Tramp. Ular barcha fuqarolarimiz boshdan kechirishga majbur bo'lgan narxlarning oshishiga sabab bo'lishdi va ularni yaratdilar. Siz bu muammoni keltirib chiqardingiz, deb ta'kidladi Tramp. Demokratlarni ilgari firibgarlik deb hisoblagan arzonlik masalasida tanqid qilib. Tramp shuningdek demokratlarni aqldan ozgan deb atadi va ularni mamlakatni vayron qilishda aybladi.
chunki ular u shtatlarda o'smirlarga ota-onalarning roziligisiz gender o'zgarishini davolashga ruxsat berishni taqiqlashga chaqirganida o'rnidan turib olqishlamadilar. Qarang, hech kim o'rnidan turmaydi. Bu odamlar aqldan ozgan. Sizga aytyapman, ular aqldan ozgan, dedi Tramp palataning ular tomoniga o'girilib. Tramp shuningdek ichki xavfsizlik departamenti faoliyatining to'xtatilishi munosabati bilan demokratlarni tanqid qilib, ulardan chegaralarni himoya qilish va immigratsiya uchun mas'ul bo'lgan agentlikni moliyalashtirishni tiklashni talab qildi. Zaxar va London va Parijni yadroviy qurollar masalasida Kiyev bilan noz-karashma qilishda ayblamoqda. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi vakili Mariya Zaxarova Kiyevga yadroviy qurol yetkazib berishni rejalashtirayotgan London va Parij bunga qiziqish bildirayotganligiga urg'u berdi. Buyuk Britaniya va Fransiya yadroviy qurol masalasini ritorik emas, balki amaliy jihatdan manipulyatsiya qilishga tayyorgarlik ko'rmoqda va allaqachon shu jarayonda, dedi u Sputnik radiosiga. Sver ma'lumotlarga ko'ra, Shimoliy Atlantika shartnomasi tashkilotdagi og'ir vaziyatni e'tirof etgan holda London va Parij Kiyevga yadroviy bomba topshirishni rejalashtirmoqda. M51 suvosti kemasidan uchirilgan ballistik raketadan olingan fransuz TN-75 kichik o'lchamli jangovar kallagi variant sifatida ko'rib chiqilmoqda, deyiladi rus manbalarida. Rossiya razvedkasi va Kremlga yaqin manbalarining ta'kidlashicha, G'arb mamlakatlarining rejalari xalqaro huquqni qo'pol ravishda buzganligi sababli ular buni go'yo Ukraina qurollarini o'zi ishlab chiqargandek tasvirlashga urinishda ayblamoqda. Ammo Rossiya razvedkasining ma'lumotlariga ko'ra, ularning javobgarlikdan qochish umidlari behuda, chunki barcha maxfiy narsalar muqarrar ravishda ma'lum bo'ladi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov olingan ma'lumotlar, jumladan mojarolarni hal qilish bo'yicha muzokaralarda ham hisobga olinishini ma'lum qildi. Prezident yordamchisi Yuriy Ushakov rasmiylar barcha ma'lumotlarni Qo'shma Shtatlar bilan baham ko'rishiga va'da berdi. Biz bu ma'lumotni davom etayotgan muzokaralar davomida albatta hisobga olamiz, chunki bu potensial jihatdan o'ta xavfli ma'lumot, deb ta'kidladi u. Federatsiya kengashi, shuningdek, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashi MAGATE va yadro qurolini tarqatmaslik to'g'risidagi shartnoma ishtirokchilarining sharh konferensiyasiga o'z vakolatlariga muvofiq tergov o'tkazishni taklif qildi. Federatsiya kengashi Buyuk Britaniya va Fransiya, Rossiya va butun Yevropa xavfsizligiga bevosita tahdid solayotganini ta'kidladi. London va Parij Rossiya Federatsiyasining yadro doktrinasiga muvofiq yadroviy kuch ko'magiga yadroviy bo'lmagan davlatning tajovuzi ularning birgalikdagi hujumi deb hisoblanishini bilmasligi mumkin emas, deyiladi Federatsiya kengashi bayonotida. Rossiya Xavfsizlik kengashi raisining o'rinbosari Dmitriy Medvedev, agar voqealar shu tarzda rivojlansa, Rossiya Ukrainadagi nishonlarga va agar kerak bo'lsa, yadroviy mojaroda ishtirok etayotgan yetkazib beruvchi mamlakatlarga qarshi strategik bo'lmagan yadroviy qurollardan foydalanishga majbur bo'lishiga ishonadi. Bugunchalik sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Muhim 24 sahifalarni kuzatishda davom eting. Videolarimizga like bosib, mavzularimiz yuzasidan fikrlaringizni qoldirishni unutmang.